Video oxirigacha ko'ring. Bu siz uchun juda ham ajoyib, manfaatli video bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan zal, jiloy komplektimiz ekan sotuvimizda komod, gorka va 12 talik stol stulimiz. Bu mebellarimiz deyarli ishlatilmagan, sostenaz ideal holatda Xitoy fabrichni ko'rsangiz bo'ladi. Gorkamizda ajoyib ishlab chiqarilgan naqshlari, ranglari o'ziga juda ham yarashgan. Jemchug rang sepilgan. Bu komodimiz, komodchamizni ko'rsangiz bo'ladi. Eshiklari figurniy qilib ishlab chiqarilgan, o'rtasida bitta tortmasi mavjud. Oynalari ham, ranglari ham, ayollar naqshlariga qarang, qanaqa o'ziga yarashib turibdi. Stolchilimizga bitta e'tibor qaratinglar. Stolchilimiz 12 talik, boshidagi va oxiridagi kreslolar ishlab chiqarilgan. Buni ranglariga e'tibor qarating. Oyoqlari tumanli qilib ishlab chiqarilgan. Stolimizda razmeri 1.20 ga 3.20 o'rtasi olinadi. Agar o'rtasini olganimizda uzunligi 2.40 sm qoladi. Ushbu ko'rib turgan komplektimiz 6000-7000 atrofida olingan bizning kanalda arzon narxda. Bu oxirgi modellardan e'tibor beringlar. Kimga qiziq bo'lsa, mana shu pastga ko'rsatilgan nomerga bitta telefon qilinglar. Juda ham arzon narxda berib yuboradilar. Kerak bo'lsa bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Hammaga katta rahmat.